Nabiy sallallohu alayhi va sallamning nasablari. U zot Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Rasulullohning nasabidan shu miqdorni Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarida rivoyat qiladilar. U zotning nasablaridagi mana shu miqdoriga ijmo qilingan. Albatta unda xilof yo'q. Hafiz ibn Kathir rahimahulloh dedilar: Biz Adnangacha keltirgan nasabda shubha ham va nizo ham yo'qdir va ijmo va mutawatir hadis bilan sobitdir. Abdulloh ibn Abdul Muttalibning Omina binti Vahbga uylanishi. Abdulloh ibn Abdul Muttalib Omina binti Vahbga uylanadi. Omina Abdullohdan homilador bo'ldi. Omina Muhammad sallallohu alayhi va sallamga homilador bo'lgan vaqtda bir tush ko'rdi. Tushida undan nur chiqib, undan shom qasrlari yorishib ketganmish. Omina Muhammad sallallohu alayhi va sallamga homilador holida Abdulloh hayotdan ko'z yumdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning otasidan qolgan meroslari. Abdulloh tug'ilmagan o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallamga 5 ta tuya va bir necha qo'y echki va Baroka ismli habashiy cho'rini qoldirdi. U Ummu Ayman edi.